Yana bir bor assalomu alaykum. Demak, bugungi kunduzgi testimizni tahlilini boshlaymiz. Xo'p, bugun berilgan vazifa bo'yicha 1 dan 10 gacha bo'lgan savollar ichida nima muammo bor? 1 dan 10 gacha savollar ichida kimda qanday savolda muammo bo'ldi? Ovozim eshitilyaptimi? Savollarni aytamiz tezroq. 1 dan 10 gacha boshqa savolimiz yo'qmi? Birinchi savol ustoz, belgiladingizmi? 1ni belgiladim. Boshqa yo'qmi 10 gacha? Keyin orqaga qaytmayman. Undan keyingilarni ko'rsam orqaga qaytmayman. Aytib qo'yay. To'rt keyin ustoz. 4. Xo'p. Boshqa bo'lmasa 8. 8. 5 ham ko'p. 5. 5, 6. 9. 9. Boshqa savolimiz bo'lmasa boshladim. Birinchi savol. Dastlab birinchi tengligimizga umumiy makhraj bersak, bizda hosil bo'ladi 2x plus y taqsimda xy teng 8 2x plus y. Bundan 2x plus y ning kvadrati teng 8xy ga. Bundan esa 2x minus y teng 0 degan tenglik kelib chiqadi. Ya'ni y teng 2x ga ekan. Ikkinchi tengligimizga y ning o'rniga 2x ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, bizda x kvadrat teng 4 taqsim 9 degan tenglik hosil bo'ladi va bundan x teng 2 taqsim 3 va x teng minus 2 taqsim 3 degan yechimlar chiqadi. Yetib qo'yib y ni topamiz. 4 taqsim 3 va minus 4 taqsim 3. Ana endi har bir shartni tekshirib ko'ramiz. X minus y ning kvadrati bu bizga 2 taqsimda 3 ning kvadratiga teng bo'ladi 4 taqsim 9 va uning qiymati 1 dan kichik. Plyusligini olsak ham, minusligini olsak ham shu natijaga erishamiz. Demak, bu to'g'ri tenglik. X qo'shilgan y 6 taqsim 3 ni berib minus 2 ga teng bo'ladi yoki manfiylarni plus 2 ga yoki manfiylarni qo'shsam minus 2 ga teng bo'ladi. Xullas, ikkalasi ham butun son. Demak, bu ham to'g'ri tenglik. Uchinchisiga e'tibor beramiz. Y ni z ga x ga bo'lsak, butun son bo'ladi, deyapti. 4 taqsim 3 ni bo'lsam 2 taqsim 3 ga, albatta o'zi mana bu tenglikdan ham bilsak bo'ladi. Y taqsim x 2 ga teng, butun son har doim. Bu ham to'g'ri. X ni y ga ko'paytmasi butun son bo'lmaydi. Chunki ko'paytirganimizda 8 taqsim 9 hosil bo'ladi. Mana shu xato javob ekan bizga. Davom etamiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa. Keyingi savolimiz. Assalomu alaykum ustoz. 2 ni ham ko'raylik. Xo'p. 2 da mahraji bir xil bo'lgan kasrlarni dastlab qo'shamiz. Bu bilan buni, bunisi bilan bunisini. Shunda bizda hosil bo'ladi 4 minus x kvadrat taqsimda x plus 2. Keyingisida esa x kvadrat plus x taqsimda x minus 1. Bundan 2x ni olib chiqsak 4x minus 5. E'tibor bering, kasrlarimiz qisqaradi. Birinchisidan 2 minus x, ikkinchisidan x, keyingisidan 2x qoladi. X teng 1 degan javob chiqadi. Afsuski bu yechim bizga qanoatlantirmaydi, chunki makhraj 0 ga teng bo'lib ketadi. Shuning uchun bu tenglamani 0 ta yechimi bor bo'ladi. Undan tashqari Davom etaman. yechim chiqdi-ku, undan tashqari. Qaysi? Birda olmadim. Qanday chiqardingiz qolgan yechimni? Qani chiqmadi-ku bizda. Men hech narsani qisqartirib yuborganim yo'q. Men tenglikni ikkala tarafdan hech narsani qisqartirmadim. Mana x kvadrat plus x o'rtasini minus qilib qo'ying ustoz. Minusmi? Nimaga? Suratida x Nima? kvadrat x emas, mana 4x dan 5x ayirsak minus bo'ladi suratda.
Ha, bumi? Ha. Ha, to'g'ri. 4x Qisqartirib kvadrat yuboribman. 4x Labay? kvadrat 4x kvadrat minus 9x plus 5 teng 0 bo'lganda. Qayerdan keldi? Qisqartirib oldim buni. Mana hozir shu yerda xatolik bormi? Men qayerdadir chet ildiz bo'ladigan holat qilmadim. To'g'ri ishladingiz. Men hech qayerda chet ildiz hosil bo'ladigan holat qilganim yo'q. Nimanidir tashlab yuborganim yo'q. O'sha yechim tushib qoldi desam. Xo'p, bo'ldi. Davom etamiz. Uchta ham ko'raylik, hozir ko'rdim. Xo'p. 3-savol. Mana bu kasrimizni har birini alohida bo'lib oladigan bo'lsak, x kvadrat 9 taqsim x kvadrat, keyingisi x minus 3 taqsim x. Birinchi ifodamiz x minus 3 taqsim x ning kvadrati plus 6 ko'rinishga keltirib olsak bo'ladi. Shundan x minus 3 taqsim x ni t deb belgilab oladigan bo'lsak, t ning kvadrati plyusda t minus 2 hosil bo'ladi bizda. Buni yechimlari esa minus 2 yu 1. Ya'ni x minus 3 taqsim x teng minus 2, x minus 3 taqsim x teng 1. X kvadrat plus 2x minus 3 bo'lsa, bu tenglamaning yechimlari minus 3 u 1 chiqadi. Ikkinchisi x kvadrat minus x minus 3 bo'lsa, xo'sh. Bunda ham demak bizda diskriminant katta 0, ikkita ildizi bor. Xullas ildizlar ko'paytmasi so'ralyapti. Birinchi tenglamizda ildizlar ko'paytmasi minus 3, ikkinchisida ham v7 dan minus 3 va barcha ildizlar ko'paytmasi 9 ga teng bo'lar ekan. Davom etaman, keyingi savolimiz. Umumiy maxraj bersam shuni. X ning 4-darajasi minus 10 x ning kvadrati 49 x ning kvadrati minus 70x tenglik minus 2 ko'paygan 7x ning kubi 70x minus 10x kvadrat plus 100. Hammasini bir tomonga olib o'tsam, mana shunday holat yuz beradi. Soddalashtirsak ham bo'ladi. Bu ifodadan men ko'paytuvchilarga ajratishim kerak. Soddalashtirib qo'ysak ham 14x ni kubi 19x ni kvadrati minus 210x plus 200 bo'ladi. Yoki shu holatda o'zidan ham ketsak farqi yo'q. Ko'paytuvchiga ajratishga harakat qilaman. Xo'sh, mana 7 bilan 10 bilan kelgancha o'sha sonlar bilan ajratishga harakat qildim. Demak, nima qildim bu yerda? X ni 4-darajasi 7x ni kubini 14x ni ikkita qilib maydaladim. Minusda 10. Demak, men 10x kvadrat. Mana 7x. Mana bu 14x kubini 7x ni kubi plus 7x ni kubi dedim. Mana bu 19x kvadratni minus 10x kvadrat minus 20x kvadrat plus 49x kvadratga keltiraman. Xo'sh, shunda bizda ikkinchi davomi 7x ni kubi bittasi qoldi. Mana bu o'rta 7 ga karrali bo'lishi uchun plus 49x kvadratini olamiz. 10 ku, demak 70x ni olishimiz kerak. Ya'ni 210 ni minus 70x minus 140x deb olamiz. Qolganlarini yozamiz. Nimalar qoldi? Bizda qoldi minus 20x kvadrat. Hozir 1 daqiqa ustozlar, uzr. Uzr ustozlar, davom etamiz. Demak, qolgan narsalar minus 20x kvadrat, minus 140x va plus 200 qoldi. Mana bu uchovlondan x kvadratni, keyingisidan 7x ni
Keyingisidan -20 ni olib chiqadigan bo'lsam, bizda x kvadrat plus 7x minus 10 va x kvadrat xo'sh plus 7x minus 20 degan ikkita tenglama qoladi. Bu tenglama ikkalasi ham sekventoldan katta, ya'ni ikkitadan 4 haqiqiy ildizi bor. Bu ildizlarning xo'sh yig'indisi esa birinchisida -7, ikkinchisida -7, jami -14 ni tashkil qiladi. Ustoz, bu ko'paytuvchilar ajratmay turib umuman topish iloji yo'q ham. Bu juda ham murakkab, xayolga kelmaydigan holat ham ekanda Endi lekin. balki bordir, izlab to'g'risi axir shunga qarab kelib qoldim. Kelmadi yaxshi fikr. Balki kimlardadir bo'lgan bo'lsa chiroyli yechim tashlab qo'ysin. Shu Guruhda endi to'g'risi ajratib o'zim ham olmadim-da, ancha to'g'risi aylandim. ustoz. -2 yo'l bor-ku. qidirib Bu yoqqa mana bu x kvadrat taqsim 7x minus 10 da oldiga 1 qo'yib 2 ni +1 qilib ajratib, keyin mahraj beraverdim ikkalasi uchun alohida yechimiz alohida. bo'lsa tashlab qo'ying guruhga ustoz. To'g'risi ancha aylantirdim. Nimagadir nima bo'lmadi-da Xo'p, menga. Ustoz bo'lsa qo'yaman. tashlab qo'ysinlar, ko'raylik osonroq. Bo'lsa Xayolga bo'lsa kelmaydi-da, bu tashlab usul qo'ying. birdan kelmaydi-da ustoz bu. Yo'q, menga ham birdan kelmadi. Bo'ldi, tashlab qo'yaman. Axiri qo'llagan yo'lim bu. Xo'p, Ustoz, xo'p. men taxminiy belgiladim, to'g'ri chiqibdi lekin. Ha, Ustoz, labay. hozir mana shu -2 borku, Ha. o'shani bu tomonga o'tkazamizda birinchi kasrga +1, ikkinchi kasrga +1 desak, soddalashadi. Ha, men ham shunday qildim-da. Umumiy mahraj berib yuborsak, Hmm. bo'ldi, soddalashib Ha, ketadi. suratlar bir xil bo'lar ekan, mana. Mana bunday qilsangiz bo'lar ekan. Mana yo'nalish o'zlaringiz lekin bajarasizlar qolganini. Buyursa To'g'rimi? rahmat, Bir- ana oson usuli bor ekan ana. Mana bor ekan. Rahmat Menga ustozlar. kelmadi shu fikr. Mana shuni ishlab qo'ysangiz, javob chiqar ekan mana. Menga ham shu aylandim, shu kelmadi, axiri keyin to'g'ridan to'g'ri yechishga harakat qildim. bo'lmaydimi? Ashvetiy emasdan o'rgatuvdiz bir esingizda bo'lsa. 4-darajadan keyin kelgan so'ng ildizlar yig'indisi bo'ladi deb. Yo'q, ildizlar yig'indisi bo'ladi, to'g'ri, lekin haqiqiy ildizlar yig'indisi desa, uni haqiqiy bo'lmagan ildizlar ham chiqib qolishi mumkin-da, shuni ham inobatga olish kerak. Hozir bu yerda 4 ta ildizi borligi uchun haqiqiy ildizlar yig'indisi to'g'ri chiqdi. 4 ta yechimi borligi uchun, 4 talasi ham haqiqiy bo'lgani uchun. Agar qaysidir, masalan, ikkitasi haqiqiy bo'lganda edi, u to'g'ri kelmasdi. Shu tarafi ham bor. Haqiqiy desa topamiz ekan, iloji yo'q ustoz. Albatta. Haqiqiy degan so'z bo'ldimi, yechish kerak uni, o'sha yechimlarini topish kerak. Endi bu yerda to'g'ri kelib qolgan, chunki 4 talasi ham haqiqiy. Bo'ldi, rahmat. Mayli, davom etamiz. Ustoz, haqiqiy ildizi qanaqa bo'ladi? Tushunmadim. Haqiqiy emas, ildizi qanaqa bo'ladi? O'shanga ikkita darsdan Kompleks ildizlar. Diskriminant noldan kichik bo'lganda o'sha haqiqiy bo'lmagan kompleks ildizlar chiqadi. paydo bo'ladi. Ha, shunday. Davom etamiz. Proporsiya qilib ko'paytirib yuborsam. Shunda bizda mana bu ikkita qavs x ni 4-inchisi plus x kvadrat plus 1 ni yoyilmasi bo'ladi. Ikkinchi tomon esa x ni 4-inchisi plus 1 ni yoyilmasi bo'ladi. Demak, ochib chiqsak 2x ni 4-inchisi 2x kvadrat plus 2, 3x ni 4-inchisi plus 3. X 4-inchisi 2x kvadrat plus 1 teng 0. Bu esa x kvadrat minus 1 ni kvadrat, ya'ni x kvadrat teng 1 degan javob chiqadi. Mana bu so'ragan ifodasiga x kvadratni o'rniga 1 ni yetib qo'ysak, javobimiz ildizda 2 chiqar ekan. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Xo'sh, formulaga qo'ysak,
x minus 2 x kvadrat plus 2x plus 4 x minus 2lar qisqarib ketadi. 93 minusda x plus 1ning kvadrati 4-chi darajasi. Mana bu suratdagi ifodani x plus 1 kvadrati plus 3 deb yozsam, x plus 1 kvadratini t deb belgilasam, t plus 3 93 minus t kvadrat, ya'ni t kvadrat plus t minus 90 teng 0. Buni ildizlari esa minus 9 bo'ladi. Manfiy sonni ololmaymiz. Musbatini oladigan bo'lsak, teng 9 deb x plus 1 teng 3, x plus 1 teng minus 3 degan javoblar chiqadi. Ya'ni 2 minus 4. 2 degan javobni ololmaymiz. Mahrajni 0 ga aylantiradi. Javobimiz minus 4 o'zi bo'ladi. Haqiqiy ildizi bitta bo'ladi. 7ni ham ko'rib ketaylik. Xo'p. Xo'sh, bu yerda x kvadrat, mana bu minus 5x ni 6x plus x deb yozaman-da. Minus 6x plus 9 deyman. Bitta x ni minus 4 ildizda x plus 4. Mana 13 ni 9 plus 4 dedim. 5x ni maydalab oldim. Shunda x minus 3 ning kvadrati ildizda x minus 2 ning kvadrati. Ikkita sonning kvadratlari yig'indisi 0 bo'lishi uchun ular ikkalasi ham bir vaqtda 0 bo'lishi kerak. Lekin afsuski, mana bu ikkita qavs bir vaqtda 0 bo'lmaydi. Bittasi 4 da, bittasi 3 da, bittasi 4 da 0 bo'ladi. Demak, bu tenglama yechimga ega emas. Davom etaman. 8-savol. Har birini irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, mahrajda 1 qoladi. Va hokazo. Mahraj emasda 1. Suratga e'tibor bersak, bir xil ifodalar qisqarib ketaveradi mana. Bizda faqat eng kichkinasi va eng katta ildizimiz qoladi. Minus ildizda x bilan plus ildizda x plus 20 qoladi. Teng 2. X plus 20 teng 2 plus ildizda x deb tenglikni ikkala tarafini kvadratga oshirib yuborsak, xlar qisqarib ketadi. 4 ildizda x teng 16, ildizda x teng 4, x ni qiymati esa 16 kelib chiqadi. Tenglamani yeching degan edi. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz. 9-misolimiz. Tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari ko'paytmasini toping degan. Xo'p, bu yerda ikkala tarafni kvadratga oshirib yubormoqchiman. Tenglikni ikkala tarafni kvadratga oshirib yuborsam, x kvadrat 4x minus 5 x kvadrat 4x minus 5 ko'paytirilgan 9 minus x kvadrat 9 minus x kvadrat teng 4x plus 4. E'tibor beramiz. X kvadrat bilan ketadi. 9 dan 5 ni ayirsak 4 bo'ladi. Mana bu 4 bilan ketadi. 4x bilan 4x ketadi. Va nihoyat bizga nima qoldi? Ikkita ildizni ko'paytmasi teng 0 degan holat qoldi. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. Birinchi ko'paytuvchimiz qachon 0 ga teng bo'ladi? Minus 5 va 1 da. Ikkinchi ko'paytuvchimiz plus minus 3 da. Lekin bularning hammasi ham tenglamani yechimi bo'lmas ekan. Ya'ni tenglama uchun aniqlanish sohasi qaraymiz. X kvadrat plus x minus 5 katta yoki teng 0, 9 minus x kvadrat katta yoki teng 0, x plus 1 katta yoki teng 0 degan birdaniga nimasini yechimini yozamiz. Birinchi tengsizligimiz javobi minus chekslikdan minus 5 gacha, 1 dan chekslikgacha chiqadi. Ikkinchisini javobi minus 3 dan 3 gacha chiqadi. Uchinchisini javobi esa minus 1 dan chekslikgacha va bular ustma tushgan joy 1 va 3 oraliq bo'lsa, shu oraliqqa kiradigan yechim bu 1 va 3 ni o'zi. Bulari kirmaydi. Demak, bizda haqiqiy ildizlar ko'paytmasi 3 ga teng bo'lar ekan. Ustoz, haqiqiy ildiz deganda nimani tushunardik? Haqiqiy ildiz deganda sizda chiqadigan mana shu yechim, ya'ni shu aniqlanish sohasiga kiradigan haqiqiy sonlarda.
Manfiy, Haqiqiy. musbat, kasr sonlar ham kiradimi? Hammasi haqiqiy. Haqiqiy sonlarning hammasi minus cheksizlikdan plyus cheksizlikkacha bo'lgan hamma son. Ildizni ichiga olib borib qo'ysak ham bo'ladi, aniqlanish soha uchun. Bo'ladi. Bo'ladi. Men hamma joyga boribman-da, shu ildiz uchun tekshirishim kelmabdi. Man ham shunday qilman, minus 3 endi qo'ysam, mana yerga qarasam, ildiz ostida manfiy bo'lib turib, endi e'tibor qilyapman hozir. Ildiz qatnashdimi? Ildiz qatnashdimi? Har doim aniqlanish sohasiga e'tibor berish shart. Tenglama bo'ladimi? Tengsizlik bo'ladimi? Nima kelishidan qat'iy nazar. Ustoz, Labay. bu yerda tenglamaning barcha ildizlarini toping, sonini toping desa, haqiqiy so'z ishtirok etmasa, nechta olamiz? 2 ta olamizmi bunda ham? Baribir 2 ta olasiz, chunki aniqlanish sohasiga kirmagan ildiz baribir ildiz hisoblanmaydi sizga. Kompleks ildiz ham hisoblanmaydi, aniqlanish sohasiga kirmasa. Yo'q, ular Chiqmasa- kompleks ham hisoblanmaydi. Ular chet ildiz ular. Ular Ha, ildiz kirish- emas. Ha, aniqlanish sohasiga kirish kerak javobga. Kompleks ildiz bo'ladimi, haqiqiy ildiz bo'ladimi, o'sha aniqlanish sohasiga tegishli bo'lishi kerak. Aniqlanish sohasiga tegishli bo'lmagan ildiz haqiqiy ildiz ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi. Tushunarli ustoz, rahmat. Burada ustoz Mhm. komplekslarni aniqlanish sohasiga kirishini tekshira olmaymizku. O'zi bunaqa kelmaydi odatda ustoz, aniqlanish sohasiga kompleks yechim bo'ldimi, sizga u aniqlanish sohasiga kiradi. Chunki kompleks yechim qachon chiqadi? Har doim musbat bo'lgan ifodalardan chiqadi. Har doim musbat bo'lgan ifodalardan chiqadi ular. İyilik. Labay. Bunaqa savollarda o'zi kompleks yechim chiqadigan holatlar bo'lmaydi. Odatda mana shunday tipda savol keladi. Bunaqa savollar asosiy e'tibor beradigan qismimiz mana shu chet ildizlari bo'ladi. Chalg'itadigan joyi bu savolni shu. Agar mana bunaqa tipdagi savollar kelsa, darajali savollar keladi, sizda chalg'itadigan joyi kompleks yechimlari bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ildiz degan paytda o'sha kompleks yechimlar kirib qoladi sizga. Shunaqa joylar chalg'itadi. Savollarni chalg'itish joylari shu. Ildizda asosan aniqlanish sohasi bilan chalg'itish bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa 11 dan 20 gacha savollarimizni aytamiz. 14, 11 dan 14, 20, 12, 12, 16, 14, 15. 14, 15, 16, 17, 19. 17, 19, 11da ham ko'rib ketaylik ustoz. 11. 11. 20. Xo'p. 20. 15dan ko'ring ustoz. 15 ni belgiladim. 17, Yana bormi? 19. 17, 19 belgiladim. 11, 12. 18, 11, 12 belgilangan ekan. Tushunarli bo'lsa boshlayman. Agar boshqa savollar bo'lmasa yechimni. Xo'sh, 11-savolimiz. Dastlab mana bu ikkinchi tenglamamizdan y ni topsam va yuqoridagi tenglikka yetib qo'ysam y ning o'rniga. Soddalashtiramiz. Xo'sh, 9x minus 12 qoladi. 6 minus 9x minus 24. Bir tomonga o'tkazib olib, tenglikni ikkala tarafini yana kvadratga oshiraman. To'qqiz xlar qisqarib ketadi. Bir tomonga o'tkazib olsak, sonlarni 12 9x minus 24 teng 24 bo'ladi. 12 ga bo'lib yuborsak 9x minus 24 teng 2, 9x minus 24 teng 4, 9x teng 28, x teng 28 taqsim 9 chiqadi. Ana endi esa y topamiz. 4 ko'paygan 28 taqsim 9 minus 12 deydigan bo'lsak, y ning qiymati
Xo'sh, 4/9 chiqadi. Bizdan x, y'lar yig'indisi so'ralyapti. 32/9 bo'lar ekan. Davom etaman. Tushunarli bo'lsa. Ustoz, shu boshini Tenglama. tushunmay qoldim. Birinchi ildizdagini qanday? Mana ikkinchi tenglikdan y ni topib, y ni o'rniga etib qo'ydim. Tushunarli ustoz. Mayli, davom Belgilashga etamiz. bo'lsa ham bo'larkan shunga belgilash. Bo'ladi, farqi yo'q. Farqi yo'q qanday usulda yechishni. Bu ham unaqa murakkab usul emas. Xo'sh, tenglama yechimga ega bo'ladigan a ning eng katta butun qiymatini toping. Ildiz ostidagi ifodani man 6 minus x kvadrat plus 2x minus 1 ko'rinishida yozib olsam, bu 6 minus x minus 1 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni bu ifodani eng katta qiymati 6 ekan ildiz ichidagini. Ya'ni a ning eng katta qiymati ildizda 6 bo'lar ekan. A bizda kichik yoki teng ildizda 6 dan. Shundaymi? A mana shu oralikda bo'ladi va shu oraliqdagi eng katta butun qiymat bu esa 2 bo'ladi. Bo'ldi. Davom etamiz. Muammo bo'lmasa. Xo'sh, keyingi savolimiz. Buni ham ancha aylantiruvdim adashmasam. Xo'p. Dastlab nimalar qilgandim? E'tiborimizni qaratamiz bitta narsaga. Ustoz, Mana bu aniqlanisini ko'rsak 9 va 7 oralig'ida bo'ladi, boshqa yerda bo'lmaydi ekanda. O'zi 3 ta raqamni qo'yib ko'rsak bo'ldi ekan. xo'p, Mana ustoz shu tenglamani ildizlari butun degan javob bormi? Ildizlari butun sonlar degan. endi yig'indi butun chiqyapti deb. Yo'q, yig'indi butun ikkita yarimlik javob chiqishi ham mumkin-ku. Endi bu misolda to'g'ri ildizlari butun son, bu misolni. Lekinni bor. Xo'p, bo'lmasa-chi, unda nima qilasiz degan savol keladi. To'g'ri, bu misolda keyin yana bitta narsa. Ildiz darajasi to'q bo'lsa aniqlanish sohasi bo'lmaydi unda. Aniqlanish sohasi kerak emas. Yerga Bu yerda qarab aniqlanish sohasi ildizni shunchaki sizda omadingiz kelib qoldi-da. Shunchaki sizni omadingiz kelib qoldi deydi-ku. Baxtli tasodif. Ha, ildiz toq bo'lsa, unda aniqlanish sohasi olinmaydi. Bo'lmaydi, unda aniqlanish sohasi minus x plus x bo'ladi unda. Ha, omadim kelib qolibdi. Omadingiz kelib qoldi. Qarang. Mana bu 8 minus x buni bor-ku, 2 ga ko'paytirsam 16 minus 2x taqsim 2. Aynan ana shu 16 minus 2x degani bu. Xo'sh, 9 minus x. Xo'sh, plus 7 minus x ko'rinishda yozsam bo'ladi-a? Bu esa kub ildizda 9 minus x ning kubi, kub ildizda 7 minus x ning kubi bo'ladi. Buni kub ildizda 9 minus x plus kub ildizda 7 minus x. Xo'sh, hozir. Hozir 1 minut. Mana buni minusni chiqarib olib yozay. X minus 7 qilay, misolga o'xshatib olay. Mana. Minuslikka keladi shunda. Minus x minus 7 a kub minus b kub formulaga qo'yapman. Mana shunday ko'rinishda yozsam, men hozir nimani yozdim? Mana bu tenglikni o'ng tarafini yozdim. Chap tarafi qanaqa edi? Mana bular bir xilmi? Qisqarib ketadi va bizda
kub ildizda 9 minus x minus kub ildizda 7 minus x minus 7 teng 0 tenglamani bitta yechimi hisoblanadi. Bundan x teng 8 degan javob chiqadi. Tenglamani bitta yechimi 8 ekan. Davom etamiz. Qolgan ifoda shuni a b deb belgilab yechsangiz ham sal nima deydi osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, mana buni a deylik. Xo'sh, buni a desak, bunisini b deylik. Sal o'zimizga qulayroq bo'lishi uchun. A kvadrat ab plus b kvadrat ko'paygan a plus b teng 2 degan tenglik qoldi. A ni kubi, uzr ustozlar, ozgina tomog'im og'ribdi. ab a kvadrat b ab kvadrat ab kvadrat b kub teng 2. Mana shu joyda a kub plus b kub bu bizga 9 minus x qo'shilgan x minus 7 mi? Ya'ni bu nimaga teng qiymat? 2 gami? A kub plus b kub mana bu 2 bilan qisqarib ketar ekan demak. Bizda qoladi 2 ta a kvadrat b 2 ab kvadrat. Ya'ni 2 ab ni olib chiqsak a plus b teng 0. A plus b teng 0 bu yechim bo'lmaydi. Chunki mahraj 0 bo'lib ketadi. A teng 0, b teng 0 degan yechimlar mavjud bo'ladi bizda. Bu esa 9 minus x teng 0, x minus 7 teng 0 desak, ildizlarimiz 9 va 7. Bu yoqda 8 ham chiqqandi. 7, 8, 9 tenglamaning yechimlari bo'ladi va ularning yig'indisi 24 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etaman. Bu usul uchun ancha o'tirish kerak menimcha esa xayolga kelish uchun. 8 minus Mana x shu tamomini 8 keltirib minus- chiqarganimizda o'zi Mana bu 9, mana buni o'zi ikkalasini bir-biriga qo'shganingizdan fikr keladi. Bunaqa paytda nima qilasiz? Belgilashga harakat qilasizda, xo'p, qo'shsam nimani beradi, ayirsam nimani beradi degan savollar bilan belgilashga harakat qilasiz. Bunaqa tipdagi savollarni keltirishga, bir-biriga keltirishga harakat qilish kerak. Iloji yo'q, bunaqa bu savollar o'zi tipi shunaqada. Bu savollarni o'zi tipi shunaqa. Bir-biriga keltirish, bir-biriga moslashtirish. Masalan, shu savolingizda ham e'tibor bering. Mana bu savolda ham, 15-savolda ham. Birinchisi x minus 1 ni kvadrati, ikkinchisi x minus 10 ni kvadrati, uchinchisi esa minusni chiqarib olsangiz x minus 1 x minus 10 ni ko'paytmasi. Mana. Xo'p, shuni chiroyliroq bo'lishi uchun a b deb belgilab olaylik yana. Keling, mana x minus 1 a desak, kub ildizda x minus 10 ni b desak, a kvadrat b kvadrat a b teng 3 ekan. Endi moslashtiramiz. Yana nima bor bizda? Yana nima deya olamiz ular haqida? Ularni yig'indisi, ularni ayirmasi haqida nimadir deya olamizmi? Agar shu yerda a ni kubiga b ni kubini ayirsangiz, qo'shsak emas, ayirsak. Ya'ni a ni kubi bu x minus 1, b ni kubi x minus 10, ayirib yuborsak javob nima chiqadi? 9 mi? Demak, men yozaman ikkinchi tenglik sifatida a ni kubi minus b ni kubi teng 9 deb. Va mana shu tenglamalar sistemasini yechaman. A minus b a kvadrat a b plus b kvadrat bo'lsa, ikkinchi tenglikni o'rniga, uzr, mana bu 0 emas, 3 edi. Ikkinchi tenglikni qavsni o'rniga 3 qo'ysak, bizda a minus b teng 3, a kvadrat a b plus b kvadrat teng 3 degan tenglamalar sistemasi hosil bo'ladi va o'rniga qo'yish usulida topasiz a bilan b ni. Sistema qilib yechsangiz buni a teng 2 b teng minus 1 bu bitta yechim bo'lsa, a teng 1 b teng minus 2 bu ikkinchi yechimiz bo'ladi. Endi shu yechimlarni keltirib qo'yasiz. Ya'ni kub ildizda x minus 1 teng 2, kub ildizda x minus 10 teng minus 1 degan paytiz ikkalasida ham bir xil javob chiqishi kerak. Chunki ikkalasi ham x kub. Kubga oshirib birni qo'shsangiz x teng 9 degan javob chiqadi. Bunisida ham x teng 9 degan javob chiqadimi?
Demak, sizni javobingiz to'g'ri. X teng 9. Ikkinchi holatda ham xuddi shunday. A teng 1, B ni esa teng -2 deganingizda kubga oshirsak, demak x teng 2, ikkinchisida ham yana x teng 2 degan javob chiqar ekan. Demak, ikkinchi javobimiz bu x teng 2 bo'lar ekan. Ildizlar ko'paytmasi esa 9 bilan 2 18 ni berar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Faqat ustozlarga kub qo'yib keting, kimdir erta ko'rsa ana bo'lmasin, mayda kubi qolib ketdimi deymanda. 3-qavs. Qayerda bundan? Yo, mana bu. Kvadrat ildiz ostida x minus 1 yozgansiz-ku. Ha, Teng ha, 3 bo'ldi. deganda ana Bo'ldi, shu. bo'ldi, bo'ldi. Erta kimdir ko'rganda ana bo'lmasin. Bo'ldi, rahmat. Rahmat ustoz. Xo'p. Mana bu ikkinchi modulimiz har doim musbat. Chunki x minus 2 ni kvadratini beradi, manfiy bo'lmaydi u. X kvadrat minus 4x plus 4. Ikkinchi modulda muammo yo'q. Birinchi modulni ochib chiqish uchun esa shart berishimiz kerak. Ya'ni 3 xil holatda ishlashimiz kerak. Birinchi holat x kichik 1 dan. Ikkinchi holat x'imiz 1 va 3 oraliqda deb. Uchinchi holatimiz esa kiritib olay. X katta 3 dan deb. Mana shu 3 ta holatda bajarishim kerak bu nimani? Tenglamani. Harakat qil. Xo'sh, demak x 1 dan kichik bo'lganda bu ifoda musbat qiymat qabul qiladi va x kvadrat minus 4x plus 3 x kvadrat minus 4x plus 4 teng 1 bo'ladi. X katta 3 bo'lganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. X katta 3 bo'lganda ham bir xil. Ikkalasida ham shu bitta tenglamani ishlasak ham yetarli. Demak, bizda 2x kvadrat minus 8x plus 6 teng 0, x kvadrat minus 4x plus 3 teng 0. Bundan 1 3 degan yechimlar chiqadi. Endi 1 bilan 3 ni etib qo'yib tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi yoki mana bu yerda o'zi tenglik qo'ysak ham mayli. Lekin tekshirib ko'rish kerak. Odatda mana chegaralar tekshirib ko'rgan ma'qulroq, ishonchliroq. Modulning ichi 0 bo'ladigan chegaralar bor-ku, misolga etib qo'yib tekshirganingiz yaxshiroq bo'ladi. Endi hozir birinchi modulga etib qo'ysak 0 bo'lishi aniq, ikkinchi modul x minus 2 ni kvadrati bo'lishini hisobga olsangiz, x ni joyiga 1 qo'ysangiz ham, 3 qo'ysangiz ham qanoatlantiradi. Shuning uchun 1 ham 3 ham bizga yechim bo'ladi. Endi 1 va 3 oraliqda modulning ichi manfiy bo'ladi, shuning uchun minus x kvadrat plus 4x minus 3 bo'lsa, bunda bizda x kvadratlar ham 4x lar ham ketar ekan, 1 teng 1 chiqar ekan. Ya'ni bu tenglamani javobi 1 va 3 oraliqdagi barcha sonlar o'rinli bo'lar ekan. Butun yechimlari yig'indisi degan uchun faqatgina 1, 2, 3 larni qo'shamiz va natija 6 chiqadi. Aslida bu tenglamani yechimi 3 ta emas, juda ko'p. Shuni hozir modulni xossasiga qo'yib, birinchisidan ikkinchisidan ayirsak javobi kelib chiqyapti-ku, shuni ko'paytuvchilarga ajratib 0 dan kichik yoki teng deb ishlasak bo'lmaydimi? Qaysi nimadan foydalanib deysiz? Mana bu. Modul A plus modul B teng nimaga? B minus A ga bo'lishidanmi? Shunday so'z. Bo'ladi. Unday qilsangiz ham bo'ladi. Qarang, javoblar hozir 1 bilan 3 chiqdi-da, qanday 6 bo'lib qoldi yig'indisi? 1 bilan 3 chiqmadi, 1 va 3 oraliq chiqdi. Yaxshiroq qarang. Orasida bo'ldi. Menda o'sha 1 3 chiqibdi, ikkovini aniq. Shu bitta minus bitta plyusli qilib ochib ishlasa ham bo'ladimi? Shu modulda qiynalamizda. Yo'q, modulni ichini shart berib ishlang yoki mana bunaqa xossalardan foydalaning. Endi bu xossalar ko'pchilikda esida turmaydi uchun bu usuldan o'qimadim. Xossalari borda, hammasida aynan bu modulimiz uchun birinchisi A, ikkinchisini B deb olsangiz, B dan A ni ayirmaysiga teng bo'ladi-ku hozir shu. A minus B ni modulga teng bo'ladi desak ham bo'ladi. Mana shu tenglik qachon bajariladi? Mana shuni o'zini qachonki demak bizda A teng B teng 0 bo'lganda bajariladi-da. Mana shunda ikkalasini teng 0 deb 3 ta yechim topsangiz ham bo'ladi. Lekin bu endi
to'liqroq yechimi. Davom etamiz. Tenglama nechta haqiqiy yechimga ega deyapti. Bu yerda ham shu shart berib ishlashga harakat qilamiz. Modullarni ichini 0 ga tenglashtirganimizda bizda plus minus 1, plus minus 2 degan yechimlar chiqadi, lekin x ning qiymati mana bu ifodani hisobiga 0 dan kattaligi aniq. Shu uchun biz 0 dan kichik sonlarni tekshirib o'tirmaymiz. 0 dan kichik oraliqni tekshirib o'tirmaymiz. 0 dan 1 gacha oraliq, 1 dan 2 gacha, 2 dan 3 gacha oraliq. 3 ta oraliq tekshirishimiz yetarli. Xo'p, shunda birinchi oralig'imiz bu x 0-1 oraliq bo'lsa, chegaralarni odatda tekshirib ko'rgan yaxshi dedim. X o'rniga masalan 0 ni etib qo'ysangiz, tenglik qanoatlantirmaydi, 0 ni kirmaydi deysiz. 1 ni etib qo'yganingizda ham tenglik qanoatlanmaydi. 1 ni ham etib kirmaydi deb belgilab ketaverasiz. Hozir 1 daqiqa. Xo'p, davom etamiz. Ana endi shu oraliqda bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, birinchi modulimiz 0-1 oraliqda musbat 1 minus x kvadrat, ikkinchisi ham musbat 4 minus x kvadrat teng 2x. 2x kvadrat plus 2x minus 5 teng 0. Bu tenglamani yechadigan bo'lsak, diskriminantimiz 4 plus 44 chiqadi. x1 2 ni topamiz. Minusda 1 plus minus ildizda 11 taqsim 2 deb topsak bo'ladi. Ildizda 11 dan taqribiy son chiqaraylik. Masalan 3,2 chiqargan taqdirimizda ham 3,2 dan 1 ni ayirib 2 ga bo'lsak javobimiz 1,1 chiqadi. Ikkinchi holatda 2,2 mi shunday chiqadi. Xullas, ikkala javobimiz ham mana bu oraliqqa tegishli emas. Shu uchun bular yechim bo'lmaydi bizga. Ikkinchi holatda 1 u 2 oraliqda tekshiramiz. Xo'sh. Ana endi 1-2 oraliqdan son etib qo'yganimizda birinchi modulimiz manfiy bo'ladi. Ikkinchisi esa musbat. X kvadratlar qisqarib ketadi. 2x teng 3 degan javob chiqadi. X esa 1,5. 1,5 chiqqan javobimiz bu oraliqqa tegishli bo'lgani uchun yechim hisoblanadi. Xo'sh, endi 3-chisiga o'tamiz. 3-chi oralig'imiz bu x katta 2 oraliq. X katta 2 oraliqda ikkalasi ham manfiy bo'ladi. X kvadrat minus 1, x kvadrat minus 4 teng 2x. Bu 2x kvadrat minus 2x minus 5. Ya'ni boyagi topgan tenglamamizda faqat ishora 1 plus minus ildizda 11 taqsim 2 bo'ladi. Bunda ham ildizda 11 dan taxminan 3,2 lar chiqarib hisoblaydigan bo'lsak, xo'sh, 2,2 chiqadi bitta yechimi. Ikkinchi yechimi esa minus 1,1 chiqadi. Manfiysi tegishli emas, lekin mana bu 2,2 2 dan katta oraliqqa tegishli bo'lganligi uchun bizda bu bitta yechim, mana 1,5 bitta yechim hisoblanib, jami 2 ta yechimi bor deb ataladi. Mayli, yana bir marta o'qib. Tushundikmi ustozlar? Mayli, yaxshi bo'lmasa. Tushunarli ustoz, modul shunaqangi chalkashtiradi-da. Modul o'zi ozgina shunday mavzu. Davom etamiz. Modul teng 0 bo'lganda uni musbat, manfiy deyishni hojati yo'q. Shunchaki modul ichidagi ifodani 0 ga tenglashtiramiz xolos. Ana endi 7 ni tenglikdan bir tarafga o'tkazib olsak, modul teng son holatga keladi. Modul teng son bo'ldimi, u modulni ichini bir marta musbat, bir marta manfiy songa tenglab ishlaymiz. Shunda bizda modulda 1 minus x teng x minus 7 ga teng degan bitta tenglik, modulli tenglik hisobi hosil bo'ladi. Ikkinchisi esa x plus 7 degan yana bitta modulli tenglik hosil bo'ladi. Bu modulli tengliklarni har birini bir marta musbat, bir marta manfiy deb ishlaymiz. Ikkinchi holati bo'sh to'plam bo'ladi.
Birinchi holati 2x teng 8, x teng 4 bo'ladigan bo'lsa, chiqargan yechimizni albatta etib qo'yib tekshiring. Chunki modulda ham chet tilda chiqib qolish ehtimolligi bor. Mana shu tenglikni o'ziga etib qo'yib tekshirsak, moduldan chiqadigan son manfiy son bo'ladi. Shu uchun bu ham yechim bo'lmaydi bizga. Ikkinchi modulimizni ham bir marta musbat, bir marta manfiy holatda ishlasak, x teng -3 degan javob chiqadi. Ikkinchisi yana bo'sh to'plam bo'ladi. X teng -3 ni tenglamaga etib qo'yib tekshirsak, haqiqatan qanoatlantiradi va tenglamaning yechimi bo'ladi bu. Bizdan so'rayotgani x0 ni kvadrati -3 karra x0 -1. Javob -1 chiqar ekan. Tushunarli bo'lsa davom etaman. Keyingi savolimiz. Tenglamani yeching deyapti. Xo'p, bunda ham yana shart beramiz. Birinchi modulni ichini 0 ga tenglaganimizda 0 u 4 degan yechim chiqadi. Ikkinchisidan esa 5, 0, 4, 5. Xo'p. Shunda 4 ta oraliqqa bo'lindi. X kichik 0 oraliqni tekshiramiz. X kichik 0 oraliqni tekshiramiz. Ya'ni buni birdaniga ikkala tarafga ko'paytirib, mana bunday holatda yozib olay. Mana. Xo'p, 0 dan kichik, x'imiz 0 dan kichik bo'lgan paytda birinchi modulimiz musbat chiqadi. X kvadrat - 4x + 3. Ikkinchi modulimiz manfiy bo'ladi. -x da +5. X kvadratga ketadi. 3x teng -2, x teng -2 taqsim 3. Chiqargan javobimiz haqiqatan x kichik 0 oraliqqa tegishli bo'lgani uchun yechim bo'ladi. Endi ikkinchi oralig'imizga o'tamiz. 0 u 4 oraliq. 0 u 4 oraliqda xo'sh, birinchi modulimiz manfiy bo'ladi. -x kvadrat + 4x + 3. Ikkinchi modulimiz ham manfiy bo'ladi. Xo'sh. -x + 5. X kvadrat 2x kvadrat -5x + 2. Buni yechimlari esa 1/2 u 2 chiqadi. Ikkalasi ham ishlayotgan oralig'imizga tegishli bo'lgani uchun olamiz. Uchinchi oralig'imiz 4 u 5 oraliq. Bu yerda 1/2 bilan 2 0 bilan 4 oralig'iga tushganicha oldikmi? Albatta shunday. 0 u 4 oraliqqa tegishli bo'lganligi uchun oldik. Uchinchi oralig'imizda 4 u 5 oralig'ida birinchisi musbat, birinchi modulimiz. Ikkinchi modulimiz esa manfiy. X kvadratga qisqarib ketdi. 3x teng -2, x teng -2 taqsim 3. Afsuski bu yechim bu oraliqqa tegishli emas. O'zi bu yechimni oldinroq oluvdik ham. Shu uchun qayta olib o'tirmaymiz. Oxirgi holatimiz bu 5 dan katta oraliq. Bunda ikkalasi ham musbat bo'ladi. Va bu bizda -5x teng -8 desak, x teng 8 taqsim 5. Lekin 8 taqsim 5 mana bu 5 dan katta oraliqqa tegishli emas. Shu uchun ola olmaymiz javob sifatida. Bizda 3 ta yechim bor ekan. -2 taqsimda 3, 1 taqsimda 2 va 2. Ularning yig'indisi esa 11 taqsim 6 ni beradi. Ya'ni 1,6 dan 5. Ustoz, Tushuntira oldimmi? Labba. nechta modul bo'lsa ham hammasini nolga aylantiradigan nuqtasi bilan oraliqqa Xuddi 5 ta shuni. oraliq bo'lsa 5 ta solamiz ham modulda shuni. har doim endi. Xuddi shunday qilib har doim yechsangiz bo'ladi. Ba'zi Ustoz, holatlarga, shartlarga tushadi. Ba'zi holatlarga qanaqadir xususiy hollar bo'lishi mumkin, lekin bu umumiy holat har doim to'g'ri keladi baribir. Labay. Ustoz, modul bir marta minus bir marta plus qo'shsak bo'lmaydimi? O'zi biz shu ishni qilyapmiz-ku. Agar bitta modul bo'lsa to'g'ri, ikkita ishlaysiz. Bitta plus, bitta minus, tamom. Lekin bu yerda ikkita modul.
ikkalasi plyus, ikkalasi minus, bittasi plyus, bittasi minus degan holatlar bor bu yerda. Bu tushunarli. Shu uchun 4 ta holatda bo'lindi. Unda meni ham omadim yo'q. Yana bormi savollarimiz? Boshqa savollar bo'lmasa, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimizdagi o'zi mana chap tarafdagi ifoda soddalashadi. X kvadrat minus 2x plus 3 ga keladi. Faqat bu yerda endi x shu 1 ga teng bo'lmasligi va 0 dan katta bo'lishiga e'tibor beramiz. Aniqlanish sohasi bizga kirib qoladi. Chiqqan javoblarimiz ikkalasi ham 0 dan katta va 1 ga teng bo'lmaganligi hisobiga ikkalasi ham tenglamani yechimi bo'ladi va bu ildizlar yig'indisi 5 ga teng bo'ladi. Davom etaman 21 dan 30 gacha savollarimiz. 21, 22 ustoz. 21, 22 yana bormi? 27 keyin. 27, xo'sh. 26. 26, 29. Yana bormi savollarimiz? 24, 25. 30 keyin ustoz. 24, 25, 30. 28 dan ko'rib ketaylik ustoz. 28, xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi 30 gacha. Boshladik. Demak, bu ifodani biz x kvadrat minus 5x plus 10 teng x minus 1 ni kvadrat ko'rinishida yozishimiz mumkin. X kvadrat minus 5x plus 10 teng x kvadrat 2x plus 1 desak, x kvadratlar soddalashib ketar ekan. 3x teng 9, x teng 3 degan yechim bo'lar ekan. Aniqlanish sohasiga e'tibor beramiz. Endi etib qo'yib tekshirib ko'rgan ham qulayroq. Shunchaki x ni o'rniga 3 ni etib qo'yib tekshiring, qanoatlantiradi. Ildizlar ko'paytmasi o'zi bor yo'g'i bitta. 3 o'ziga teng bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi ifodamiz. Xo'sh, bu yerda logaritm 2 asosga ko'ra x kvadrat minus 6x plus 1 11. Endi qolgan ifodaga e'tibor bering. X kvadrat minus 6x plus 11 minus 3 ko'rinishida yozsam bo'ladi. Agar shu ifodani men biror t deb belgilab oladigan bo'lsam, logaritm 2 asosga ko'ra t teng 3 minus t degan ifoda hosil bo'ladi. Bu nimani yechimi? Grafik usulida qaraydigan bo'lsak, bizda demak logaritm 2 asosga ko'ra t ni grafigi va 3 minus t ni grafigi mana shunday holatda o'tadi va ular bitta nuqtada kesishadi. Kesishgan nuqtamiz o'ylab topsak ham bo'ladi. Kesishgan nuqtani o'ylab topadigan bo'lsak, xo'sh, 2 qanoatlantirar ekan, to'g'rimi? T teng 2 qanoatlantirar ekan. X kvadrat minus 6x plus 11 ni teng 2 deb yechadigan bo'lsak, x kvadrat 6x plus 9 teng 0, buning yechimi esa x teng 3 bo'ladi. Bitta haqiqiy ildizga ega. Yoki o'zi mana bu bitta kesishidan. Bitta kesishidan deb ham aytib bo'lmaydi, chunki kvadrat tenglama bor ichida. Baribir yechib topish kerak. Birni belgilaysizdan ustoz. Uzr. Birni. Yo, uzr, birni. Bir nechta degan-ku, bir bo'ladi javobi. Bo'ladi. Tushundikmi? Davom etaman. Mikrofonlarni ilaylik. Ustoz boya t 2 ga tengligini sal tushuntirib olgan, shu qayerdan keldi? O'ylab topdik. T o'zi 1 dan kattaligini mana bu yerdan bilsa bo'ladi. 1 dan katta qiymatlarda o'ylab topdik. Qanoatlantiradigan. Mana shunday holatda tekshirib ko'rsa bo'ladi. Yoki agar t butun son chiqmaydigan bo'lsa, shunchaki uni qaysidir sonlar orasida ekanligini aniqlashingiz ham mumkin. O'shanga qarab ham kvadrat tenglamani yechimini topsa bo'ladi. Agar t butun son bo'lmasa, misol uchun t ga butun sonlarni etib qo'yasiz. Masalan, qaysi butun sonlar orasida kesishyapti ular. Shuni topasiz. Undan keyin o'sha taqribiy son qo'yib hisoblasa ham bo'ladi. Agar mabodo t butun son bo'lmasa. Tushunarli. Davom etamiz.
Keyingi savolimiz 24-savol. Xo'sh, birinchi tenglikni ln x minus ln y teng 5 deydigan bo'lsak, ikkinchi tengligimiz 2 ln x plus ln y teng 7 va bu tenglamalar sistemasini qo'shib yuborsak, 3 ln x teng 12, ln x teng 4, x teng yana to'rtinchisi bo'ladi. ln x ni o'rniga 4 ni etib qo'ysak, ln y teng minus 1, y esa 1 taqsim y ligi kelib chiqadi. Yana to'rtinchisi 1 taqsim y, yana to'rtinchisi taqsimda y. Bo'ldi. Voy. Plus edi orasi. 2 yana uchinchisi qoldi bizga. Davom etaman. Keyingi savolimiz. X ni darajasini 1 taqsim 2 deydigan bo'lsak, logaritm oldiga tushadi daraja. Va ildiz ostida logaritm x ni t deb belgilab oladigan bo'lsam, manda hosil bo'ladi t kvadrat taqsim 2 minus t minus 4 yoki t kvadrat minus 2t minus 8. Bu kvadrat tenglamaning yechimlari minus 2 4. Minus 2 ni yechim sifatida ola olmaymiz. Manfiy son bo'lganligi uchun 4 ni oladigan bo'lsak, logaritm x teng 16, x teng 10 ning 16-darajasi kelib chiqadi. Keyingi savolimiz. Tenglamaning ildizlar ko'paytmasini toping. Tenglikni ikkala tomonini logaritm 5 asoslab yuborsak. Demak, birinchi tomon ko'paytma bo'lganligi uchun ikkita logaritmning yig'indisi ko'rinishga keladi. Ikkinchi tomon daraja oldinga tushsa, logaritm 5 x ko'paygan logaritm 5 x. Logaritm 5 x ni biror t bilan belgilab olsak, mana birinchisi ham daraja oldinga tushadi, 12 qoladi. T teng t kvadrat, ya'ni t kvadrat minus t minus 12. Buning ildizlari esa minus 3 4. Demak, biz logaritm 5 x ni minus 3 ga, logaritm 5 x ni 4 ga tenglashtirsak, x teng 5 ni kubi, x teng 5 ni to'rtinchisi va ularning ko'paytmasi 5 ni o'ziga teng bo'ladi. Tushuntira olgan bo'lsam davom ettiraman. Keyingi savolimiz. Tenglamaning barcha ildizlari yig'indisini toping. Xo'p. Demak, birinchi tenglikni ikkala tarafini o'yin asosga ko'ra logaritmlab yuborsam. Xo'sh, bizda hosil bo'ladi logaritm x ko'paygan logaritm y teng logaritm 7. Ana endi ikkinchi tenglamadan y ni topsak, 70 taqsim x bo'ladi. Birinchi tenglamaga keltirib qo'yamiz. 70 taqsim x ni o'zini logaritm 70 minus logaritm x deyish mumkin. Xo'sh, demak, logaritm x logaritm 70 ni logaritm 7 plus 1 ko'rinishda yozsam, ochib chiqsam ifodani. Logaritm 7 ko'paygan logaritm x. Logaritm x. Logaritm kvadrat x teng logaritm 7. Logaritm kvadrat x minusda 1 plus logaritm 7 ko'paygan logaritm x. Xo'sh, mana qo'shilgan nima qoldi? Qo'shilgan logaritm 7 qoldi. Kvadrat tenglama bo'ldi. E'tibor bering, bu kvadrat tenglamani f7 dan o'ylab topsak bo'ladi. Ildizlarni ko'paytmasi logaritm 7, yig'indisi 1 plus logaritm 7 bo'lishi uchun uni ildizlari 1 va logaritm 7 bo'lishi kerak. Shunda x ning qiymati 10 va 7 chiqadi. X ning qiymati 10 chiqqanda y ning qiymati 7. X ning qiymati 7 chiqqanda y ning qiymati 10 chiqadi va ularning barchasining yig'indisi 34 ga teng bo'ladi. Tushuntira olgan bo'lsam davom etaman. Keyingi savolimiz.
Tenglamaning ildizi m ga teng bo'lsa, demak, mana shu ifodani toping. Xo'p, tenglamani yechamiz. 9 ni x-inchi darajasi taqsimda 3 teng 4 ni x-inchi darajasi desam, buni 9 ni x-inchisi taqsim 4 ni x-inchisi teng 3 deb yozsam bo'ladi. Buni o'zi esa 3 taqsim 2 ning 2x-inchisi teng 3 bo'lsa, ikkala tarafni logaritmlab yuborishdan yoki to'g'ridan to'g'ri yozsak bo'ladi. 2x teng logaritm 3 taqsim 2 asosga ko'ra 3. Xo'sh, x teng 1 taqsim 2 ko'paygan logaritm 3 taqsim 2 asosga ko'ra 3. Shuni ozgina soddalashtiraylik. Logaritm 3 asosga ko'ra 3 taqsim 2 desam, buni o'zini logaritm 3 asosga ko'ra 3 plus 3 asosga ko'ra 2 deyish mumkin yoki yanada soddalashtirib 1 plus logaritm 3 asosga ko'ra 2 deb yozish mumkin. Shuni keltirib qo'yamiz. Mana bu yer m. Labbay. Ha, minus. Bo'lish-ku. Bo'lish bo'lgani uchun minus bo'ladi. Keltirib qo'ysak 1 minus logaritm 3 asosga ko'ra 2 ko'paygan logaritm 3 asosga ko'ra 2 minus 1. Mana bu qavslar qisqarib ketsa minus 1 qoladi. Ya'ni minus 1 taqsim 2 ekan javobimiz. Ustoz 27 nima chiqdi? D javob. 17 mi? 34. Ha, minus Davom etamiz. 29-savol. X, Y butun sonlar uchun x ning y-inchi darajasi 81. Endi butun sonlar qanaqa butun sonlarning darajasi 81 bo'ladi? X, Y eng kichik chiqadigan holatni topishimiz kerak. Xo'p. 3 ning 4-chi darajasi bo'ladi 81, 9 ning kvadrati bo'ladi 81, 81 ning 1-chi darajasi bo'ladi 81 yoki minus 3 ning 4-chi darajasi ham 81 bo'ladi. Minus 9 ning 2-chi darajasi ham 81 bo'ladi. Endi undan katta daraja ancha boshqa holatlar qolmadi-yu o'zi. 81 bo'ladigan. Shunda x plus y ning yig'indisini hisoblab chiqamiz. Qanaqa sonlarga teng bo'ladi? 7 ga, minus 1 taqsim 11 ga. minus 1 ustoz. Labbay. Minus 1 taqsim 3 minus 4-si ham 81. X, Y butun sonlar degan. Bo'ldi, tushundim. Butun sonlar degan. 82, bunda 1, bunda minus 7 chiqadi. Eng kichik qiymat qaysi bo'lyapti? Minus 7 mi? Demak, shu javob o'rinli bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tushunarli. Davom etamiz. Keyingisi. Shunchaki hisoblaymiz. 2 darajasida 2 darajasida 2. Mana bu 2 ni kvadratini o'rniga 4 qo'yaman. 16 degani 2 ni 4-chi darajasi bo'lgani uchun 4 karra 4 x-inchisi bo'ladi. 2 darajasida 2 ni 16-chisi teng 2 darajasida 4 ni x plus 1-chisi. Agar asoslar tushib ketsa 2 ni 16-chisi 2 ni 2x plus 2-chisimi? 2x plus 2 teng 16 bo'lsa 2x teng 14 chiqadi. Mana shu x plus 1-chisi qayerdan keldi? Mana darajalar qo'shildi. 4 karra 4 ning x-inchisi darajalar qo'shildi. Men shuni ko'paytirib o'qib ketibman. Bitta xato qildim. Davom etamiz. 31dan 1dan 45gacha savollarni aytaveringlar oxirigacha. 31dan 45. 31, 32. 31, 32. Yana. 33, 35, 37. 34, 35. 34, 35, 36 belgiladim. Xo'sh. 37, 37. 40, 42. 40, 42 demak. Xo'sh. 44, 45. 44 keyin ustoz.
44, 45, 39. 39. Xo'sh. Yana bormi savollarimiz? 41. 41 ni belgiladim. Yana bormi? Boshqa bo'lmasa boshladik. X kvadratni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqsam 7 ni x minus 7. 6 ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqsam 7 ni x minus 7. 5x ni minus 5x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqsam 7 ni x minus 7. Demak bizda 7 ni x minus 7 x kvadrat minus 5x plus 6. Har bitta qavs 0 ga tenglaganimizda birinchisida x teng 1 chiqadi, keyingisida x teng 2, x teng 3. Ildizlar yig'indisi 6 ga teng bo'ladi. 5 emasmi ustoz? Nabay? Yig'indi 5 ga teng bo'lmaydi. Yo'q, qandayga 1, 2, 3 ni qo'shsak 6 ku. Uzr. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, keyingi tenglamani yechimi. Birinchi holat darajani 0 ga tenglaymiz. 2x plus 1 teng 0 bo'lgan holatda, demak tenglamani yechimi bo'lishi mumkin, lekin buni bitta sharti bo'ladi. Darajani 0 ga tenglagan paytimiz o'sha sonni etib qo'ygan paytimizda asos 0 bo'lib ketmasin. Chunki asos 0 bo'lib ketsa 0 ning 0-darajasi bo'lib qoladi bizda. Tekshirib ko'ramiz shu uchun. Afsuski asosimiz 0. Shu uchun mana bu bizga tenglamani yechimi bo'la olmaydi. Ikkinchi holat. Asos 1 bo'lganda o'rinli bo'ladi. Bunga hech qanaqa shart yo'q. Har doim o'rinli. Hech qanaqa sharti bo'lmaydi. Tekshirish ham shart emas buni. Mana shu holatda tenglamangiz diskriminantingiz 0 dan katta bo'lsa yetarli sizga. Diskriminant katta 0, ikkita yechimi bor. Tamom, sizda ikkita aniq haqiqiy yechimiz bor. Endi 3-holat ham bo'lishi mumkin edi bizda, agar daraja juft son bo'la olsa. Afsuski bizda daraja to'q son, shu uchun 3-shartni berib o'tirmaymiz. Agar daraja juft son bo'lish ehtimolligi bo'lganda edi, biz asosni -1 ga ham tenglab ishlardik, lekin buni ham tekshirish kerak edi. Chunki bu qiymatda daraja albatta juft son bo'lishi kerak. Shundagina o'rinli bo'ladi. Bu holat hozircha bizda o'rinli bo'lmaydi, chunki 2x plus 1 bu aniq to'q sonligi. Shu sababdan tekshirib o'tirmaymiz. Demak, jami ikkita yechimi bor ekan. Ustoz 0 ni 0-chisini ham birdan yemadik? 0 ni 0-chisi mavjud emas ifoda. Minus 1 taqsim 2 ni tekshirib ko'rib olmadingizmi? Men olib ketibman shu. Ha, tekshirib ko'rib olmaymiz. Ana shu qarang. Mana shunaqa ko'rinishdagi tenglama kelganda 3 xil holatda ishlanadi. Birinchi holati daraja teng 0 deyiladi. U tekshirib ko'riladi albatta. Nimasi tekshiriladi? Asosni 0 bo'lmasligi tekshiriladi. Chunki asos 0 bo'lib qolsa, 0 ni 0-darajasi bo'lib qolish ehtimolligi bor. Shuning uchun tekshiriladi. Asos teng 1 degan holatga hech qanaqa nima bo'lmaydi, qarshilik bo'lmaydi. Har doim o'rinli bo'laveradi. Asos teng 1 bo'lgan holatda, mana o'rtadagi holat tekshirish ham shart emas. Lekin 3-holat ham tekshirilishi kerak, chunki 3-holatda albatta daraja juft son bo'lishi kerak. -1 ni juft darajasigina 1 ga teng bo'la oladi. 3 ta shart beriladi. Ikkitasi tekshirish kerak, bittasi shart emas. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Demak, ikkala tarafga ko'paytirib yuborsak, 4 ni x-inchisi minus 2 ni x-inchisi teng 9 ni x-inchisi minus 3 ni x-inchisi. Bir tarafga o'tkazib olsam, 4 ni x, 9 ni x, 2 ni x plus 3 ni x. Birinchi ifodamiz 2 ni x, 3 ni x. 2 ni x-inchisi plus 3 ni x-inchisi desak, umumiy ko'paytuvchi sifatida 2 ni x-inchisi, 3 ni x-inchisini olib chiqsak, mana shu tenglik hosil bo'ladi. Birinchi tenglikdan x teng 0 degan javob chiqadi, lekin afsuski bu bizga yechim bo'lmaydi, chunki bunda makhraj 0 bo'lib ketadi. Shu uchun ola olmaymiz. Ikkinchi tenglikni ishlashga majburmiz. Mana shuni bajarishimiz kerak. Endi buni bajarish uchun grafik usulidan foydalandim. Grafik usulida qanday ishlanadi bu? 3 ni x-inchisi bu,
Demak, mana bu o'suvchi funksiya bu yerda 1 dan o'tadi. Endi bitta ikkita qiymatini yana hisoblab qo'yamizda. Masalan, x ni o'rniga 1 qo'ygan paytingiz 3 bo'ladi deysiz, misol. Endi bu yerda juda chiroyli bo'lmadi chizma. Resk ko'tarilib ketishi kerak edi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi-da. Bu pastga tushib ketadi. Sirasi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchisini chizamiz. 2 ni x-inchisi o'zi xuddi shunga o'xshash chiziladi, lekin oldiga minus qo'yilganligi hisobiga u pastga ko'chadi mana bunday holatga. Endi uni bir-birlik yuqoriga ko'taradigan bo'lsak, grafik mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi mana kesishgan nuqtasi qanday oraliqdaligini qayerdan topamiz? Butun qiymatlarni qo'yib topamiz. Mana bu nuqta bu x0 nuqta-ku, x teng 1 bo'lganda. X teng 1 bo'lganda, minus 1 bo'lganda, uzr. 1 taqsim 3 bo'ladi. Ikkinchi tomon esa minus 1 ni qo'ysak 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? 1 taqsim 2 1 taqsim 3 dan katta bo'lyaptimi? Ya'ni x ni o'rniga minus 1 qo'ygan paytingiz mana bu ikkinchi funksiyangiz birinchi funksiyangizdan teparoqda joylashgan degani. Teparoqda joylashdi degani ularning kesish nuqtasi mana shu oraliqda qolib ketdi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun javobimiz B bo'ladi. Agar mabodo minus 1 qo'yganimizda bu tarafdagi qiymat bu tarafdagi qiymatdan katta bo'lganda edi, minus 2 ni ham qo'yib tekshirardim. To mana ikkinchi funksiyamiz pastda-ku, chunki tepaga qachonki chiqsa, ular kesishgan hisoblanadi. Bo'lmasa, ular kesishgan hisoblanmaydi. Mana 0 qo'yganimizda 0 qo'ygan paytimizda bu yog'i 1, bu yog'i 0 chiqyapti. Mana bu katta bo'lyapti. Mana shu tengsizlik ishorasi o'zgardi degani, o'sha oraliqda ular kesishdi degani. Tushunarli bo'ldimi? Davom etaman. Keyingi savolimiz. Xo'sh, demak, shu yerda biz yozishimiz mumkin. 2 darajasida x kvadrat plus 1 taqsim 2 1 taqsim x kvadratni x plus 1 taqsim x ning kvadrati minus 2 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Bu esa 2 ning kubi bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Hozir. Demak, 2 ni x plus kvadrati minus 2, bu taraf esa mana 4 ni 2 ni kvadrat desak darajalar qo'shiladi. 2 qo'shilgan 3 ko'paygan x 1 taqsim x ko'rinishga keladi. Asoslarni tashlab yuborib ishlasak, x plus 1 taqsim x ni birdaniga t deb yozaman. T ni kvadrati minus 2, 2 plus 3t. Ya'ni t kvadrat minus 3t minus 4 degan tenglama hosil bo'ladi. Uning ildizlari minus 1 u 4 bo'ladi. Demak, x plus 1 taqsim x teng minus 1 deydigan bo'lsak, bizda kvadrat tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Haqiqiy yechimi yo'q. Ikkinchi holatda x kvadrat minus 4x plus 1 diskriminant 0 dan katta, ikkita haqiqiy yechimga ega. Bo'ldi. Bizda haqiqiy ildizlar yig'indisini so'ragan 4 bo'ladi demak. Nechta demagan ekan-ku. 4 bo'ladi javobimiz. Tushuntira oldimmi? Davom etaman. Keyingi savolimiz. Tenglikni ikkala tomonini x darajali ildiz olib olsamda, x nimiz qisqarib ketadi. 10 ni 1 minus x-inchisi teng x degan tenglik qoladi. Ikkala taraf logaritmlab yuborsam, 1 minus x teng logaritm x bo'ladi. Grafik usulida yechaman. Logaritm x ni grafigi va 1 minus x ni grafigi bitta nuqtada kesishganligi uchun bu tenglama bitta yechimga ega desak bo'ladi. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Keyingi savolimiz. 16 sinus 4x cosinus 4x ni 8 sinus 8x ko'rinishda yozsak bo'ladi va bu yerdan sinus 8x topadigan bo'lsak,
10 minus a taqsimda 8 ko'rinishda bo'ladi. Sinusning qiymatlar sohasi minus 1 oraliqda bo'lganligi uchun 10 minus a taqsim 8 ni ham minus 1 oraliqqa qo'yib yechamiz. Shunda bizda a ning qiymati demak 18 u 2 oraliqda chiqar ekan. Eng kichik qiymati bu 2 bo'lar ekan. Yoki shu yerda sinusni o'rniga bir marta minus 1 qo'yib hisoblasak ham a ning eng katta eng kichik qiymatlari kelib chiqadi. Davom etaman. Keyingi savolimiz kotanginus 2x degani kosinus 2x taqsim sinus 2x degani. Kosinus 2x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqib, umumiy maxraj berib yozaman birdaniga. Bunda bizda kosinus 2x teng 0, sinus 2x teng 1 taqsim 2, sinus 2x teng emas degan yechimlar chiqadi, teng emas 0. Mana bu sinus x teng emas 0, bular bilan ustma-ust tushmaydi, shuning uchun e'tibor bermaymiz. Kosinus qachon 0 bo'ladi? Pi taqsim 2 plus pn da. Demak, javobimiz pi taqsim 4 plus pn taqsim 2. Sinus qachon 1 taqsim 2 bo'ladi? Minus 1 ni n'inchisi pi taqsim 6 plus pn. Ya'ni minus 1 ni n'inchisi pi taqsim 12 plus pn taqsim 2. Minus pi oraliqdagi yechimlarni topish uchun nima beramiz? Son beramiz. 0 da pi taqsim 4, 1 da 3 pi taqsim 4, minus 1 da minus pi taqsim 4, minus 2 qo'yganimizda esa minus 3 pi taqsim 4 degan 4 ta yechim chiqadi birinchi tenglamani o'zidan. Endi ikkinchi tenglamaga ham xuddi shunday. 0 qo'ysak pi taqsim 12, 1 qo'ysak 5 pi taqsim 12, minus 1 qo'ysak minus 7 pi taqsim 12, minus 2 qo'ysak minus 11 pi taqsim 12. Bunda ham 4 ta, jami 8 ta yechimi bor bo'ladi bu tenglamani, demak shu oraliqda. Muammo bo'lmasa keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'sh, shu yerda sinus 4x ni 2 sinus 2x kosinus 2x deb yozsam, ikki sinus 2x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqamiz. Va 2 sinus 2x ni yana yoysak sinus x kosinus x deb 1 plus kosinus 2x daraja pasaytirishdan 2 kosinus kvadrat x desak, bizda 4 la qisqaradi. Kosinus kub x yuqoridagi kosinuslar bilan qisqarib ketsa, faqat 2 sinus x qoladi tenglikni chap tomonida. O'ng tomonida esa ildizda 3 edi. Demak, sinus x teng ildizda 3 taqsim 2 ning yechimi bu minus 1 ning n'inchisi pi taqsim 3 plus pn ekan. Sakkizni ham qarang. 38 ni. 38 ni shunchaki qavsni ochib chiqasiz. Shunchaki qavsni ochib chiqasiz. Tangens kvadrat x ikkala tarafdan qisqarib ketadi. Tangensga kotangens 1 ga teng bo'ladi. Shundan sizga kotangens kvadrat 3 ga tengligi va bundan kotangens x 3 va ildizda 3 va minus ildizda 3 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, x ning qiymati plus minus pi taqsim 6 plus pn bo'ladi. Ham plus ham minus holat bo'lgani uchun ikkalasini bitta qilib yozamiz birdaniga. Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Kosinus 6x. Kosinus 3x formasiga yoyamiz. Kosinus 6x ni. Ya'ni 4 kosinus kub 2x minus 3 kosinus 2x plus 4 kosinus 2x teng 0. Soddalashtirsak, kosinus kub 2x plus kosinus 2x teng 0. Va bundan kosinus 2x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida olib chiqsak, kosinus kvadrat 2x plus 1. Qavs ichidagi ifoda
nolga teng bo'la olmaydi hech qachon. Shuning uchun biz kosinus 2x teng 0 degan tenglamani yechamiz. Buni javobi pi taqsim 2 plus pn bo'lsa, x teng pi taqsim 4 plus pn taqsim 2 degan javob chiqadi. Ajoyib ekan. Davom etaman. Bo'lishayotgan. Labay. Sal tushunmadim-da, mana kosinus kub qayerdan keldi? Kosinus 3x ni formulasini yoydim. Kosinus 3x formulasi 4 kosinus kub x minus 3 kosinus x. 3x ga qo'ygansiz. O'sha formulaga qo'ydik. Tanginus x ni sinus taqsim kosinus. Kotanginus x ni kosinus taqsim sinus desak. Birinchi qavsimizdan sinus x chiqarib makhraj beramiz. Ikkinchi qavsimizdan kosinus x ni chiqarib makhraj beramiz. Kosinuslar qisqaradi. 1 plus kosinus x 1 plus sinus x teng 2. Endi buni yechishni ham ko'rdim. Juda uzun bo'lib ketdi, lekin to'g'risi oxiriga keyin bormadim. Tenglamani yeching degan uchun to'g'ridan to'g'ri javoblarni aytib qo'yib ko'rdim. Ya'ni x o'rniga pi taqsim 6 ni aytib qo'ygan paytingizda bizda ildizda 3 taqsim 2 1 plus 1 taqsim 2 chiqadi. Buni javobi 2 ga teng bo'lmaydi. Shuning uchun bu javob olinmaydi. Pi taqsim 3 ni qo'yganingizda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Buni ham qiymati hech qachon 2 ga teng bo'lmaydi. Pi taqsim 4 ni qo'yganingizda ham, demak sizga hech qachon 2 ni beradigan qiymat kelib chiqmaydi. Javob bo'sh to'plam yechimga ega emas bo'ladi. O'zi bunday o'ylab qarasangiz, masalan, mana buni eng katta qiymati 2 bo'lgan paytda bu 0 bo'lib ketadi-da. 2 ga eng kattaga erishishi bo'lmayapti, hosil bo'lmayapti. Tushunarli bo'ldimi? Davom etamiz. Keyingi savolimiz. Tenglikning ikkala tarafini kosinuslab yuborsak, kosinus arc kosinus sinus x teng kosinus x taqsim 2. Tenglikning chap tomoni sinus x ga teng bo'ladi, o'ng tomoni esa kosinus x taqsim 2. Sinus x ni 2 sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 desak, kosinus x taqsim 2 ni tenglikdan bir tarafga o'tkazib, qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin. Shunda bizda kosinus x taqsim 2 teng 0, sinus x taqsim 2 teng 1 taqsim 2 degan yechimlar kelib chiqadi. Xo'sh, kosinus x teng 0 bo'lganda yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Bizda aniqlanish sohasi degan nima bor? Qiymatlar sohasi, aniqlanish sohasi bor. Ya'ni arc kosinus erishadigan qiymatlari albatta 0 pi oraliqda bo'lishi kerak. 0 pi oraliqdan chiqib ketmasligi kerak. Shuning hisobiga x'imiz 2 pi 0 orasida bo'ladi. Ya'ni bizda chegara berilgan. 0 2 pi chegara berilgan. Birinchi tenglikda x topib pi taqsim 2 plus pi n bo'ladigan bo'lsa, bu pi plus 2 pi n ni beradi. Va bunda n ga qiymat qo'yadigan bo'lsak, 0 qo'ysak pi bo'ladi, boshqa qiymat qabul qilmaydi. Faqat shu yechim bo'lyapti. Ikkinchi tengligimiz x taqsim 2 minus 1 ni n-inchisi pi taqsim 6 plus pi n desak, bu minus 1 ni n-inchisi pi taqsim 3 plus 2 pi n bo'ladi. Va bunda n ga 0 berganimizda pi taqsim 3 bo'ladi, n ga 1 berganimizda 5 pi taqsim 3 chiqadi. Ikkalasi ham qanoatlantiradi va bu jami ildizlar yig'indisi bizga 3 pi ni berar ekan. Mana bu bizdagi oxirgi natija. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, keyingi savolga o'taman. Keyingi savolimiz. Xo'p. Proporsiya ko'paytirib yuboraman. Ildizda 3 kosinus 2x. Ildizda 3 kosinus 4x. Sinus 2x sinus 4x.
Hammasini 1/2ga ko'paytirib yuborsam. Endi e'tiborli bo'lamiz. Ildizda 3/2 kosinus 2x minus 1/2 sinus 2x. Tenglik. Ildizda 3/2 kosinus 4x minus 1/2 sinus 4x. Ildizda 3/2ni man kosinus 30 gradus deb olsam, 1/2ni sinus 30 gradus deb qarasam. Ikkinchi tomonda ham xuddi shunday kosinus 30 gradus, sinus 30 gradus. Shunda tenglikning ikkala tomoni ham formulaga keladi. Birinchi tomoni kosinus 2x plus 30 ga kelsa, ikkinchi tomoni kosinus 4x plus 30 ga keladi. Ikkalasini ham tenglikdan bir tarafga o'tkazib, ayirmadan ko'paytmaga o'tish formulasiga qo'yamiz. 2 sinus 2x qo'shilgan 30 ga 4x qo'shilgan 30 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Sinus 2x qo'shilgan 30 ayrilgan 4x. 4x ni 40 devordingizda ustoz. Yo'q, to'g'ri. Taqsim 2 teng 0 deb ishlasak, bizda nima hosil bo'ladi? Sinus 3x plus 30, ya'ni pi taqsim 6. Ikkinchisi sinus x ni o'zi. Minusni birdaniga yo'qotib yubordim. Shunda 3x, ya'ni sinus 3x plus pi taqsim 6 teng 0, sinus x teng 0 degan yechimlar hosil bo'ladi. Sinus x teng 0 degan yechimni ola olmaymiz, chunki sinus x teng 0 bo'lgan holatda mana bu makhraj 0 bo'lib ketadi. Shuning uchun bu javobni yechmaymiz. Faqat birinchisini bajaramiz. Pn deydigan bo'lsak, x ni qiymati minus pi taqsim 18 plus pn taqsim 3 ga keladi va biz minus pi oraliqdagi yechimni topish uchun jadval qilamiz. 0 da minus pi taqsim 18, 1 da 5 pi taqsim 18, 2 da 11 pi taqsim 18, 3 da 17 pi taqsim 18. Minus 1 beramiz endi. Minus 1 da minus 7 pi taqsim 18 mi? Minus 2 da minus 13 pi taqsim 18. Minus 3 ni ola olmaymiz уже. Chiqib ketadi oraliqdan. Demak, bu yerdagi eng katta va eng kichik qiymatlar ayirmasi, bu eng kattasi 17 taqsim 18 pi bo'lsa, ayiramiz minus 13 taqsim bo'lgani uchun qo'shilib ketadi bu 13 pi taqsim 18. Bu esa bizga 30 bo'lsa 5 pi taqsim 2 ni beradimi? 5 pi taqsim 3 oldiga qisqarsa. Mana. Mana shunday holatda yechim olsak bo'lar ekan. Ustoz qarang, men shu ayirmani ikkalasini ham ko'paytmaga keltirib ishladim. Menda tangens bo'lib qolibdi faqat. Farqi yo'q. Yechim bir xil chiqishi kerak. Tangensda plus minus olamiz-ku. Shunda o'shanga nima bo'lib qolibdi? Menda Makhrajni 0 bo'ladigan qiymatini inobatga oldingizmi? Ha, shuni inobatga olmabman. Ana shuni. Men misol uchun mana bitta yechimni chiqarib tashladim. Makhraj 0 bo'ladi deb. O'shani ichida ham agar makhraj 0 qiladigan qiymat bo'lsa, uni chiqarib tashlashingiz kerak. Shuni inobatga olishingiz kerak. Qaysi usulda ishlashingizdan qat'iy nazar o'sha narsaga e'tibor berishingiz kerak. Menda o'sha pi taqsim 18, pn taqsim 3 chiqdi. Faqat plus minus qo'yganman-da oldiga, shuning uchun olmadim-da. Tekshirib ko'ring. Mana shu narsasini ham. Tanginisda plus minus qo'yilmaydi, to'g'ri xatolashgansiz. Tanginisda o'sha rostdan plus minus tanginisda qayerdan kelib chiqdi? Ikkita qiymat chiqdimi yo? Tanginisni formulasi plus minus emas. O'zi-ku. Kosinusniki plus minus edi. Shu tarafda ham adashgansiz. Davom etamiz. Kosinus 4x, kosinus 6x ni ko'paytmaga o'tkazsam, kosinus 5x, kosinus x bo'ladi. Buni tenglikdan o'ng tarafga o'tkazsam, daraja pasaytirish formulasidan 2 kosinus kvadrat 5x bo'ladi. 2 kosinus kvadrat 5x ni tenglikdan bu yoqqa o'tkazib chiqarib olsam, 2 kosinus 5x ni bizda kosinus x minus kosinus 5x qoladi. Kosinus x minus kosinus 5x ni yana formulaga qo'yamiz. O'zi har birini teng 0 deylik. Buni teng 0.
Kosinus x minus kosinus 5x ni teng 0 deydigan bo'lsak, buni yana ko'paytirmaga keltirishimiz kerak. Sinusda 3x va sinusda 2x ga kelar ekan. Sinusda 3x, sinusda 2x ga kelar ekan. Demak, bizda sinus 3x teng 0, sinus 2x teng 0 degan yechimlar chiqdi. Mana bitta, ikkita, uchta yechim chiqdi. Ana endi shu yechimlarni ko'rib chiqamiz. Kosinus 5x teng 0. 5x teng pi taqsim 2 plus pi n deydigan bo'lsak, x teng pi taqsim 10 plus pi n taqsim 5 va jadval qiladigan bo'lsak, 0 da pi taqsim 10, 1 da 3 pi taqsim 10, 2 da 5 pi taqsim 5 pi taqsim 10, 3 da 7 pi taqsim 10 va 4 da 9 pi taqsim 10 bo'ladi. Nechta yechim chiqdi bu yerda? 5 ta yechim chiqdi. Endi sinus 3x teng 0 bu x teng pi n taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, 0 da 0, 1 da pi taqsim 3, 2 da 2 pi taqsim 3. 3 da esa pi. Bunda 4 ta chiqdimi? Keyingisi pi n taqsim 2 chiqadi. Endi 0 da 0 ni olib o'tirmayman, chunki bir marta olib bo'ldik. 0 da 0 ni olish shart emas bunda. Xo'sh, 1 qo'ysak pi taqsim 2. Pi taqsim 2 ni ham olib bo'libmiz. Mana bu yerda tepada 2 qo'yganimizda pi uni ham olib bo'lamiz. Bo'ldi. O'zi bunda 4 ta, tepada 5 ta, jami 9 ta yechim chiqdimi? Shu ekan yechim. Buni ichidagi yechimlar hammasini yuqorida hisoblab bo'lganmiz. Shu uchun hisoblab o'tirish shart emas. Takror kelsa olmaymiz-ku. Shu sababdan. Tushunarli bo'lsa, keyingi so'nggi savolimiz. Demak, 2 kosinus kvadrat x sinus x. Xo'sh, hozir bir daqiqa buni nimalar qilgan edim? Hammasini adashmasam nimagadir keltirib yechgan edim. Xo'sh, buni 1 minus sinus kvadrat x desam bo'ladi. Sinus x minus 2. Kosinus 2x ni 1 minus 2 sinus kvadrat x desak bo'ladi. Shu yerda xohlasangiz sinus x ni biror t bilan belgilab olsangiz qulayroq bo'lishi uchun. Mana bu ikkilar ketadi. 2t ni kubi, 2t ni kvadrati. Bunisi t ham ketayotgan, teng 0. Bu yerdan t teng 0, t teng 1 degan javoblar chiqadi. Ya'ni sinus x teng 0, sinus x teng 1. X teng pi n, x teng pi taqsim 2 plus 2 pi n. Demak, chegara qo'yadigan bo'lsak, 0 da 0, 1 da pi chiqadi, ikkinchisida esa 0 da pi taqsim 2 chiqadi. Bizda 3 ta ildizi bor ekan shu oraliqda. Savollar tushunarli bo'ldimi? Rahmat, ustoz, tushunarli bo'ldi. Bugungi misollar bo'yicha muammo bo'lsa aytamiz. Muammo bo'lmasa darsni yakunlayman. So'z